Aziz o'g'il qizlarim, el yurt dardiga avvalo kim yaraydi? Albatta sizlar yaraysizlar. Yangi O'zbekistonning 3-renessansini kim barpo etadi? Albatta sizlar. Xalqimiz, vatanimiz sizlarga ishonadi. Sizlar O'zbekiston tarixiga oltin harflar bilan yozilayotgan buyuk ishlarni amalga oshirishga qodirsizlar. Fursat borida otni qamchilang. Dunyoga o'z so'zlaringda aytinglar. Izlanish va intilishdan aslo to'xtamang. Baxt va omad doimo sizlarga yor bo'lsin. Betakror yurtimizda barqaror jamiyatni va bardavom taraqqiyotni ta'minlash barchamizning bosh maqsadimiz deb shior qilib olsak, marra bizniki bo'ladi. Men yoshlar yetakchilari timsolida kelajak hokimlarni ko'ryapman. Vazirlarni ko'rmoqchiman. Yirik bank va kompaniyalar, davlat va nodavlat tashkilotlari, siyosiy partiyalar liderlarini ko'ryapman. Sizlar menga kuch bo'lib turishadi. Bizning eng katta qudratli resursimiz, rezervimiz sizlar, shuni bilinglar. Niyatlaring bormi? Hech qachon to'xtamang. Intiling, qiyin bo'ladi, og'ir bo'ladi, g'ovlar bo'ladi, to'siqlar bo'ladi, lekin intilgan o'zini albatta niyatlariga yetadi. Har tomonlama erkin, ozod va farovon yashaydigan yangi O'zbekistonda hamda 3-renessansda bunyodkorlari sizlar. Hech qachon unutmanglar. Adolat bir narsada, ta'limda, intilishda, bilimda. Bu o'g'il qizlarimiz xalqimizning oltin fondi va 3-renessans bunyodkori desam hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Bu sizlarni yo'llaringni boshlanishi, muvaffaqiyatlardan juda katta ilhom olib, kuch olib, qudrat olib davom ettirish kerak. Faqat va faqat kelajak o'zlaringning qo'llaringda. Bir narsani bilinglar, men sizlar bilan faxrlanaman va sizlarga ishonaman. Faqat oldinga, faqat va faqat jonajon vatanimizni manfaati uchun harakat qilamiz.